Meros magazini shundoqqina yaqinida joylashgan va bu tomonda mana ko'rib turganimiz Meros magazini va ko'p tarmoqli klinika va mana shu domimizning birinchi qavatidagi mana shu ko'rib turgan seri xonadonimiz. Mana aynalariga reshotkalar qilingan va mana oldida огороди mavjud. Hozir sizlar bilan ichkarida obzorini ko'rib chiqamiz. Farg'ona shahar tekstil Meros magazinining shundoqqina yaqinida yo'lni bo'yida 4 qavatli binoning birinchi qavatida 2 xonali kvartiramiz sotuvga qo'yilmoqda. Sizlar bilan obzorni ko'rib chiqamiz. Kvartiramiz 2 xona, 3 xona qilingan. Va bu mana kirish eshigimiz temir eshik va kirganimizda o'ng tomonda sanuzulimiz joylashgan. Mana ko'rib turganimizdek kafel qilingan shiftgacha sanuzulimizga hatto batareyalar ham qo'yib ketilgan. Aristonlari mavjud. Kvartiramizga kirib yashashga tayyor holatda. Va mana kirganimizda bitta zal qismi va bu tomonda mana bolalar uchun yotoqxona qilingan. Batareyalarimiz yangi o'rnatilgan. Albatta ana bu tomonda kattalar uchun yotoqxona qilingan ko'rib turganimiz va oshxonamiz verandaga olib chiqilgan. Mana ko'rib turganimiz oshxonamiz, ataplaynalar mavjud. Kuxonniy, ya'ni oshxona mebeli ham o'ziga moslab qilingan. Xo'p, kvartiramizning old qismida огород ham mavjud va yana bitta plyus tomoni biznes uchun juda ham zo'r joy. Magazin yoki bog'cha qilmoqchi bo'lgan mijozlarimizga juda ham zo'r taklif. Yo'lni bo'yida birinchi qavatda joylashgan kvartiramiz. Va bu tomonda mana bu tanishtirib o'tirganimiz bolalar xonasi. Mana holatini ko'rib turibsizlar. Remont holati yaxshi holatda, kirib yashashga tayyor holatda. Buni narxini qancha deb o'ylaysizlar? Kimgadir qiziq bo'lsa, kommentariyalarda plyus belgisini qoldiramiz.